hayolida sizni yechintirib tashlaydi. Shunaqa erkaklar bor, erkak kishini bilgani uchun rashk qiladi. Inson yo'q emas bunaqa erkak kishilar. Shunaqasi bor, siz ko'chaga chiqsangiz vsyo. Oyog'ingizdan turib, mana shu boshingizgacha skaner qiladi. Shunchalik darajada bor, yo'q emas. Shuning uchun u eringiz bo'lsin, u bo'lajak turmush o'rtog'ingiz bo'lsin, farqi yo'q. Boshqa erkaklarning xayolini bilgani uchun, shunaqa muloqotlarni eshitgani uchun, siz eshitmagan muloqotlarni eshitgani uchun sizni himoya qilgisi keladi. Bo'lmasam, o'sha farqi yo'q. Erkak kishi yaxshi ko'rmasa, sevmasa bir teng bo'ladi. Bor xohlaganingni qil deydi. Lekin o'zini ayolini, o'zini yaxshi ko'rgan insonni xohlamaydi hammadan e'tibor olishini, o'ziniki bo'lishni xohlaydi. Qo'rg'onini ichida saqlashni xohlaydi. Buni ba'zi bir debillar tushunmaydi.